Allah razı olsun. Hem de aslında yani yukarıdaki söylep ötkenlerde zulümninki yani türlerini mi söylep ötken boldu bence. Hem insan özgümü zulüm kılıdı. Şirik keltiriş bilen Allah'ın yol yoruqlarına boysunmaslık bilen yani bu Allah'ın hakkıga kirdigan başkalarga insanlar otursidiki her xil münasibetlerde igiz pas qilish bilen başkalarga qilingan zulüm. Bunun türlerini bayan qilib o'tgan bo'ldi. Hem yuqoridagi tilga qilib o'tgan oyatda mesela bu hadis qudusiymi? Ben zulüm qilmayman, haram qildim zulüm deb. Andaki oyatlardan yana mesela Qur'on-i Kerimde qanchalagan yerlarda Allah subhanahu va taoloning bandalarga zulüm qilmaydiganligi, hargiz zulüm qilmaydiganligi tilga qilindi. Bu oyatning tushuntirilishini biraz başkan bo'lsa. Bo'ldi, nima bu oyatning tushuntirilishini tushuntirmay, bayam ta'rifatning o'zlam so'zlab qoldim endi. Endi buni sal tafsillashtirishga to'g'ri kelib qoladi. Ya buni oyg'ida davomlashtiramiz, chunki biz hozir 3 xil zulmni dedik. Bu zulmning tafsiloti haqiga azroq kirish zarur deb qarayman endi. Çünkü asası bir yerde biz hem de Uygur Müslümanları zulüm yaşayatkan bir mezlum hem de. Vatanımızda tecavüz kılıp hakkımızı ele aldı, vatanımızı ele aldı, ibadet kılış erkinlikimizi ele aldı, bir kalktı yaşaş erkinlikimizi ele aldı bizden. Uruk tukkallarımız bilen boğan alakalı telefona bütün hakkımızı ele algan diken o en çok zalim biz en ağır zulüm uçurgan. Bu her birimizge ayan bulavatkan zulüm. Bu zulümünü bilmez. Yani bir bizde hazır insanlar zulüm de karamasdan adli sanavatkan bir Türk'ün zulümler var. Çünkü bizden idimizde aşı bir hakimiyetten ya ki başkalardan aşı uğraş, tıllaş, öldürüş veya ki bizdeki yurtlarını ilveleş, mesela Müslüman diğerlerini büyüsüp girişini ibaretten neslerini zulüm de karab kalırsak şu kırgellik için bazı neslerini adli de karaydı. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de zalimler ne yapmışsın? Bizni bilmey kalmışsın da bilmeydi de boylap kalmışsın. Yeni bir ayette bu zalimler özünün kat arada kıyamet günü özünün neye vardıqanlığını bilip kalıyordu. İğir cezaga uçuraydı agıqlandırılgan şu zulüm ve şu zulümni kılgıçılar addi işler arkalıqlı şu cinayetini sadır qilib kalgan buludu. Mesela misal gelip etsek birincisini kısak birinci zulüm bir insanın özünün zulüm kılışı. Bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Nehl suresinde deydi ki biz ular zulüm kılmadık belki ular öz nefsi özü qanday qildi zulüm. Öz zulüm qildi. Yani şu dözdagi kirib etkenler, günah masiyetga pitib ketganlar biz zulüm kılmadık. Ular özü zulüm qilib, özüge to'g'ri Allah Taala rahat qilib bergan, halol qilib bergan narsalar bilan shug'ullanmay, haram bilan shug'ullanib, Allah cheklab qo'ygan narsalardan tajovuz qilib, olqib ketib Allah'ın Resulünün sözüge kirmey, İslam şeriatidagi özü boysunmay, özüge özü qanday qilib oldilar? Zulüm qilib oldi. Yani unda olsa özüge zulüm qilib olgandan keyin qilgan ishi zulmken bu adam nima bo'ladi hamda? Zalim bo'lib qoladi. Yani günah masiyat bilan shug'ullangan. Çünkü ayetim depti ya Allah'a şerik keltirgan kishi nima bo'ldi? Zalim. Özüge Allah'ın çıkaralığını arqib ketgan günah masiyat bilan shug'ullangan kishi nima bo'ladi? Zalim. Muşu zalim mu? Yani şu Kur'an-ı Kerim'de bayan kılınan şu cezalarını imbulap kılıp kalıdı. Uçurap kılışı ihtimalle kılıp kalıdı. Çünkü tevir bir. Zalim bu kallık için. Hem de hazır bizde bekrek tesir kılıp gelivatkan ehval neymi olsun mu? Şu birincisi Allah öz nefsige zulüm kılış. İkincisine Allah'ın hakkı zulüm kılış. Üçüncüsünde dedik başkalarının hakkına kılış, tecavüz kılış dedik. Üçüncüsünde. Hem de bizim bekrek şeriliğimin bekçi boğunumuz bu. Çünkü bizde hazır mesela zulüm kılış digellik her kişinin ailesine zulüm kılışı, dadının ki ballarına zulüm kılışı, özden etrafındaki kişilerine zulüm kılışı. Bu tür her adamlarga etrafındaki adamlarga zulüm kılışı. Bu zulüm kılış ya malını ele biliş bilen boludu, ya obroyunu tökeş bilen boludu, ya ki hakkını ele biliş, ya ki hakkını kemeytiş bilen boludu. Muşdan hemmesinin boludu, başkalar kılınan zulüm boludu. Hem de hazırki, benim şu Ramazan ayları turvatımız, Allah Teala bizni günah masiyetten, hatalıklarını icra kılsın. Hazırki bizde şu etrafımızı, kerindaşlarımızın devamlı kilovatkan şikayetlerden birisi neyim olduysa, özünün Müslüman kerinişi,
o'zi bilan birga ham suhbat bo'lgan, birga o'ltirib qo'pish qilib tamoq dasturxonda birga bo'lgan qarinishining iqtisodini aldab ilib oladigan. Bir usullar orqali uning pulini ilib, uningga hatto bermaydigan. Qazg'i ilib olsa, qazini vaqtida ado qilmaydigan. Hattoki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam iqtisodi ba odamning qazini uzatib o'tishi nima? Zulm deb atagan. Ya'ni imkoniyat turib, qazini bermay uzatib o'tishi aqirinishi qilgan nima? Zulm degan. Hozir davomli shu ulamolar birlik kelayotgan shikoyatlarmi boshqalarni shunda o'rinsiz haqning iqtisodiga tajovuz qilib qo'yib o'tadigan va yoki pulni ilib olsa bergilmay xiyolda yo'q yuradigan, xuddi o'zining pulini his qiladigan mana shunday ahvollar. Ular o'ylab qoladiki, bu oddiy ish-ku, men vaqtida berib, kim pul topsam berayman-ku, men yeyolmadim-ku degandek o'ylab qoladi. Ammo qarshi tarafdagi shu ziyonkashlikka uchragan kishi shu pulning yo'qlik sababli nima jafolarni tortdi masalan. Shuning o'zida bir shu iqtisod sababli davolanmagan odam bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, yoki shu pul yana yo'qlab boshqalarga sag'irib, ba'zi bir xato ishlarga sabab bo'lib qolib qolsa, jinoyatchisi shu inson bo'lib qoladi. Ya'ni shu qarinishiga zulm qilgan va nurg'un xatoliklarga sabab bo'lib qoladi. Masalan, nurg'un qarindoshlarimiz masalan o'zini aytdi taqvo, shakli qiyofati nihoyatda isil, shunda isil gap so'zlari, namozlari joyida, ammo ba'zi shunday insonlarning, atrofidagi insonlarning pulini qo'yib o'tish, ularni olib o'tish, iqtisodiga masalan tajovuz qilish, hatto yolg'on gap qilish. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va man azlamu" degan oyat ism kelmidi. Allohga yolg'onchilik qilgan insonda nima bormi? Zolim inson bormi deb bayon qilgan. Yolg'onchilikning o'zi zulm. Boshqalar, chunki boshqalar yolg'on gap qilib haqqi tajovuz qildi. Uningga to'g'ri gapni deyish asli nimada? Haqiqatda uning to'g'ri gapni emas, to'g'ri bir gapni deganlikning o'zi uning qanday qilgan bo'ldi? Zulm qilgan bo'ldi. Mana bu zulmlar nima qiladi desa, musulmonning obro'yini, islomning obro'yini tushirishga sabab bo'lib qoladi. Chunki bu musulmon deyapti, biz ishinib buning pul versak qo'yib ketdi ya bu. Masalan, buning bersak bermayotdi deya bizni ziyon uchirtyapti va shuning bilan atrofidagi islomni toza mukammal tushunmagan insonlarning yiroqlashib ketishiga qanday qilib qilyapti, sabab bo'lib qilyapti. Bu ma dunyoda nurg'ulg'an avvalchilikni aytgansa, qiyomat kuni esa zulmning jazosini, zulmning jinoyatini ig'ir tortib qilib qilamiz. Shuning bilan birga ham hozir shu oilalarda o'zaro zulm qilish masalasi buni olib ketib bordi. Bu zulm yalnız erdan emas, hatto ayolda mı bo'layotgan ahvol bo'lib qolyapti. Masalan, erlarning ayolning haqqini joyida ado qilmaslik, iqtisodiy jihatdan qisish, uningga til ahonat qilish, ko'zga ilmaslikdan iboratdan ahvollar ko'p bo'layotdi. Chunki biz musulmon ayollarimiz nihoyat iffatlik, eriga sodiq, masalan, kiyim-kechakdan nihoyat oddiy, chunki erining iqtisodi u. Nihoyat oddiy bo'lganlik uchun hozirgi uchuq jamiyatda, internet vositalarida har xil narsalar diqqatini tortib, bizning erlarimizdan mayli sirtda bo'lsin, mayli televizorlarda va yoki bir narsalarda tortib o'zining ayolini rozi bo'lmaydigan, uni o'rinsiz ishlarga majburlaydigan, shu orqali o'tirliq, so'g'uqchilik bo'ladigan ahvollarni aytib ketdi. Bu ayolga qilingan zulm, ig'ir zulm bu. Bunu sal qaramasligimiz lazım. Erlar diqqat qilish lazım. Men buni deb qo'ydim-ku, deb uningga azayib shu ayol kishi shu kuni yig'lagan bo'lsa, shu kun bir kun uxlamay kirib qolmay yotgan bo'lsa va yoki deb Allohga nola qilib qo'ygan bo'lsa, shu gap tufayli, ayol nima bo'lib qoldim deb mazlum, bu nima bo'ladi? Zalim qilgan ish zulm bo'ladi. Agar shu qalbiga qattiq o'rnab ketib, shu mazlum qarin ayolimiz Allohga nola qilib duo qilib qo'yib qo'ysa, ayollar chetaq chiqadi. Alimlarimiz shunda payg'ambar sallallohu alayhi hadisini naql qilib turib deydi, zulmning eng cho'ng xatiri oila yoki jamiyatda birinchi barkatni ko'taradi deydi. Xo'sh. Agar er kishi ayolga zulm qilgan bo'lsa, bu vaqtda bu oila nim ko'tarilib ketib qoldi, barkat ko'tarilib ketib qolgan gap. Ayollarmi balki ko'pincha vaqtda erlarga zulm qilib qolgan ahvollar bo'layapti. Ya'ni hozirgi chet el muhitida, iqtisodning chingligida, turmushning nihoyat qiyinligida erlardan o'rinsiz bir narsalarni talab qiladigan. Falanchilar mında bo'pti, sen menga nima ishni qilib bermaysan. Xalq uy yapti, biz nima ishga uy olmaymiz. Sen ani qilib bermading, meni qilib beraman deb. İnsanning qudrati kelmagan narsani talab qilish uning nima bo'lib qoladi? Zulm bo'lib qoladi degan gap. Shu orqali bu oiladan zulm bo'lganlikdan, mayli er tarafdan, mayli ayol tarafdan oiladan barkat ko'tarilib ketib qoladi, mehr muhabbat ko'tarilib ketib qoladi, Allohning g'azabi bo'lib qoladi. Shu orqali oilalar buzilayotgan, farzandlarimiz bundaq bir jidalxo bo'layotgan, bunda bir zulm, zolim, mazlum bo'layotgan bir muhitdan jirginayotgan.
Hattoki dadisi shunda taqvo deb dadisining onasiga zulm qilayotganligini ko'rib, bunda musulmon bo'g'uvchi deyotgan. Onasining dadisining bishini og'irtib, javob jidal qurmayotgan uyda qizning bunda opamdek bunda yo'ginib, bunda zulm qilg'ish nima qo'yibdi deyotgan. Mush ahvollar jamiyatimizda o'tirib chiqyapti. Shunga buni biz ilqi erning ayol kishini azob berishi, ayolning er kishiga beshamlik qilishi emas. Bu aslida ilib aytgan vaqtida bu bir zulm. Qarshi tarafda haqsizlik uchrag'ichi mazlum. Allah Taala'nın bu işe nayet gazip keladigan bir cinayet ekanligini biz tunib yetmekimiz lazım. Bunun qattiq diqqat qilmoqimiz lazım oilalarda. Şuna bekrek çünkü cemiyetimiz bulayotgan ahvollar shu bulayotdi. Yana biri bu oiladagi zulm bo'lsa, yana biri shu en birinchi so'zildik, masalan boshqalarning iqtisodiy haqqiga tajovuz qilish. Eng ig'ir bulayotgan ishlardan birisi ko'ryapmiz, obro'yiga tajovuz qilish. Obro'y bir insanın obro'y pek muhim. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin Kabe'ye qarab turib, sen mü'minin obro'yu Kabe'den mi nima ulug' deb aytgan. Qani obro'yi Kabe'den mi ulug' degan. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisda men sizlarga o'zaro obro'y nimani bir qancha harom bo'lgan narsalarni sanab turib, obro'yinglarni bir-biringlarni o'ttirib to'kishni qanday qildim? Harom qildim. Obro'yiga diqqat qilinglar deb Peygamberimiz ogohlantirgan. Masalan, bir insonninki ba'zi bir ishlarini bo'libmi hozirgidek internet vasita va yoki fitna tarab ketgan, insonlar bir-biriga ishonmayotgan, bir-birining oqisini o'ri ko'laydigan, bir-birini yomon qilishga harakat qilayotgan bir jamiyatda bizdek nəhayət bir qiyin ahvolda har jihatdan siqilishtirayotgan musulmonlar har bir so'zni qilgan vaqtda nəhayət o'ylashib, rost bu ishni qildimi qilmadim? Agar şu işni qilmay qilib men deb qolib qolsam, men nima bo'lib qolib qolaman? Haqqiga tajovuz qilgan bo'lib qolaman, shuningga zulm qilgan bo'laman, men zolim bo'lib qolaman deb tushunish lozim. Og'izdan shatni chiqarib, kin, shundamiki, men xato deb qopdim, xatomi demaydigan gap. Shundamiki deb qo'yib to'xtab qolish emas. To'xtanglar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sizlarga bir fosiq bir xabarni aytsa, qanday qilinglar? İniqlanglar, iniqlab onun keyini muqam qilinglar, bo'lmasa pushaymonlik qilasizlar deb bayon qilgan. Shunga biz har qanday bir narsani anglagan yoki bir yerlardan bilgan vaqtimizda aldirmay, men zolim bo'lib qolmay, boshqalarga zulm qilib qo'ymay deb nihoyatda diqqat qilishimiz lozim. Hamda deyishimiz mumkin. Shu gap bilan tugitay. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisda yana mazlum bilan Allohning o'rtasida nima yo'q, parda yo'q deb bayon qildi. Bu shu biz o'ylab qolamizki, shu biz mazlumni Xitoyga duo qilsak deb to'g'ri. Biz mazlum, bizning o'rtamizda parda yo'q. Ammo erdan azar zulmga uchragan ayolmi, ayoldan zulmga uchragan ermi, oilada zulmga uchragan farzandmi, boshqalarning zulmga uchragan qarindoshmi, başkalarının obro'yiga tajovuz qilinib, nayt yüzünü ko'taranmay shu yo'q gap jihatdan heliqi ahvorayotgan, uylar yig'ilgan va yoki taloq chiqishni hijlalayotgan va yoki masalan shu gap tufayli nurg'un avorchiliklarni tortgan mazlummi o'sha hadisga tushdi. Shu mazlum, ey Allohim, men ma ishni qilmagan edim, menga zulm qilib, menga shu bo'htonni yoki mushni qildi, o'zing jazosini bergin deb qolsa, Allah icabet qilib qasmada xatarlik. Shuning uchun gapimizni yig'sak, bayon degan tafsilotning hammasini qilish zulmdir, qilg'uvchi zolimdir, shu haqsizlikqa uchirg'uvchi mazlumdir. Mazlumning duosini saqlanaylik, zolimning sufatiga kirib qilishga diqqat qilishimiz lozim. Alloh razı olsun.